Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar. Bugun sizlarga 2018 yil 11 oyda Sajiya İslam tədqiqat mərkəzi tərəfindən nəşr qilingan İslam aqida ئېنسىكلوپېدىيىسىنىڭ 1-tomi يېگانە ياراتقۇچى ناملىق kitabını tanıştırmoqchimiz. Avtori Muhammad Jaloliddin. Pılanlىغۇچى Sajiya İslam tədqiqat mərkəzi. Mas'ul muharrirləri Doktor Abdulaziz Rahmetullah, Abduli Said. Korrektor Abduli Said. Bat və muqavil aylıgıcı A. Aqhun. Ushbu asar bir muqaddima, 4 qism va bir xotimidan tarkib topgan bo'lib, muqaddimadan boshlab xotimigacha bo'lgan har bir bo'lak ayrim-ayrim holda bablarga, cho'ng-kichik tarmoq temalarga ayrilgan. Muqaddima qismida aqida ilmidan iborat bu cho'ng sohaga kirishda zarur va oldin oydinlashtirilishga tegishli bo'lgan bir qator muhim temalarga yuritma berilgan. Uningda dinning insoniyat tarixida tutgan o'rni, dinning manbasi, insoniyatning dinga bo'lgan ehtiyoji va bu ehtiyojni o'tirg'a olib chiqqan omillar, din va aqida qatorliq hukmlarning islom aqida ilmidagi ma'nosi, islomda naql va aqlning munosabati, aqidaning shariat va axloq bilan bo'lgan munosabati, islom aqidasining manbasi hamda uningga boshqa aqidalardan farqlanadigan xususiyat va alohidliklar bayon qilindi. Shundaqla islom tarixida aqida ilmi sohasida mo'tabar sanalgan vakil xarakterlik asarlar tunishtirildi. Muqaddimadan keyin ilohiyat masalalari so'zlanadi. Birinchi qism 3 bobni o'z ichiga oladi. Bu qismda mavjudlikdagi eng buyuk haqiqat bo'lgan yegana Allohning islomdagi obrazi, mavjudlik haqida tushunchalar, Allohni tunishning yo'li va ahamiyati, dalil isbot va uning turlari haqida tushuncha qatorliq mazmunlar bayon qilindi. Allohning mavjudligiga doir dalillar alohidaligi va xarakteriga ko'ra aqliy va naqliy deb ikki cho'ng turga ayrilgan bo'lib, ikkinchi va uchinchi qismlar mushu kategoriya bo'yicha bo'lindi. İkinci qism aqliy dalillar kategoriyasini markaz qilgan bo'lib, ikki babni o'z ichiga oladi. Birinchi babda mavjudiyat dalili, ikkinchi babda koinot dalili so'zlandi. Uchinchi qism naqliy dalillar kategoriyasini markaz qilgan bo'lib, bu qism jami 4 babni o'z ichiga oladi. Birinchi babda yaratilish dalili, ikkinchi babda intizom dalili, uchinchi babda maqsad g'oya dalili, 4-chi babda fitrat dalili so'zlanadi. 4-chi qismda Allohning borligi haqidagi aqliy, naqliy va ilmiy asoslardan natijalangan buyuk haqiqatlardan biri bo'lgan uning yakki yeganaligi va uning dalillari so'zlanadi. Bu qism 2 babni o'z ichiga oladi. Birinchi babda Allohning yakki yeganaligi masalasining aqliy va naqliy asoslari so'zlansa, ikkinchi babda islom aqidasining negizi va javhiri bo'lgan tavhid aqidasi bayon qilindi. Xatima qismida asarda tadqiq qilingan va yuritilgan mazmunlarning umumiy xulosasi bayon qilindi. Kitob haqida Doktor Abdulaziz Rahmetullah mundaq deydi. Kichkimizdan musulmon oilada yashab, ota-onalarimiz ulamolar atrofida yurib, ularning so'rinlaridan azdir ko'pdir baharlanib va bizni baharlantirib turg'achqimikin, har birimizning sab tabiatida bor bo'lgan yegana yaratquchiga bo'lgan iymon saqlanib qolgan va turli chang-to'zonlarning qoplab ketishidan aman qolgan. Balaliq chaqlarimda iman, aqida va yaratquchi haqida Musa Jarullahning Lenin bilan qilgan munoziralarini va shuningga o'xshash materializm bilan islom o'rtasida bo'lingan keskin munoziralarni, undan boshqa dunyoning har qaysi joylarida yuz berib o'tgan va ayni chaqda olimlarimizning dahriylar, ateistlar bilan elib borgan mashhur munoziralarini, ilmiy kurashlarga doir voqealiklarni, hikoyalarni rahmatli otamdan anglab turatdim. Bu sababdan vatanda maktabda o'qiyotgan chog'larimdami maktabdagi darslik va jamiyatdagi axborot vositalarida keng o'rin berilgan ateizmning ta'siri yaratquchini tunishdan iborat qalbimdagi sab tabiatni bulg'ay olmagan edi. Keyincha Alloh meni va bir qancha saboqdoshlarimni Al-Azhar universitetida bu haq dinni, aqida, shariat va adab axloq jihatlarda cho'kib o'qishga muyassar qildi. Al-Azharda ilmiy metod va paketlarni cho'radigan aqida ilmini o'rgangan. İslam aqidashunoslarining kufr ahlining har turli e'tirozlarga va shubhalarga bergan radiyalari qanoatlanarlik javoblari bilan uchrashgancha qalbimda yiltiz tortgan suzuk aqida. Sog'lom fitratimda saqlanib kelgan yegan Allohga bo'lgan ishonch texmi mazmut va tavranmas holatga keldi. Ilgari vatanda aqidaga doir Alloma Abduqodir Damollamning Aqaidi Zururiya namliq ixcham ammo mo'l mazmunli risolasini o'qigan bo'lsam, keyin Al-Azharda islom aqidasini ilmiy yo'sinda mufassal o'qidim. Shu qatorda dinsizlarga va har xil ozg'in firqalarga qarshi islom aqidasini qo'g'digan kalom ilmini, jumladan shu sohada yozilgan Al-Iqtisod fil Iqtidod, Javharatut Tavhid qatorliq asarlarni, islom faylosuflaridan Ibn Sina, Farabi va Kindi qatorliq buyuklarning falsafalarini o'qigan bo'ldim. Bundan boshqa yana Yevropa va G'arb dunyosining yaqinqi va hozirgi zamon falsafalari, ideologiya iqimlaridanmi, yangi zamon fizika nazariyalaridanmi xabardor bo'ldim.
Yaqinqi 30 yil mobaynida diyorimizda bir islomiy uyg'unish bo'ldi. Kishilarning sog'lom fitratidagi iymonni yo'qotish uchun 30 yildan ortiq materializm va kommunizmning zo'rliq zo'mburliqlarimi sobiq Sovet ittifoqi va Albaniya qatorliq allarda bo'lganidek, insonlarning qalbidagi yaratquchisini tunishdan iborat bu fitratni ko'maytishga yoki butunlay qumurvitishga kuchi yetmagan edi. Көзетішімчә, Sajiya İslam bilimleri to'g'rida menga kelgan savollar qatorida Allohni tunish, nafsini tuzash, qalbni turli illatlardan poklash, nifoqdan, shirkdan saqlanish, muhabbat, nafrat, do'st, dushman prinsiplari, Allohga yuzlanish va sog'lom aqidani tiklash haqida savollar asosan yo'q deyarlik bo'ldi. Natijada fatva va da'vat xizmati bilan shug'ullangan bu jarayonda keng o'qirmanlar va ahli ilmlar bilan ilib borgan aloqa munosabatlardan qisqasi cho'ng jihatdagi ko'zatishlardan dinning ul asosiy va milliy mavjudligimizning muhim qo'rg'oni bo'lgan aqida sohasidagi cho'ng bo'shliqni his qilib yetgan bo'ldim. Arada bir o'qirmandan Allohning mavjudligiga doir bir savol keldi. Sualga bir necha bat javob yozay dedim-yu, o'xshash ahvoldagi nurg'un yoshlarni bo'libmi ateizmlik majburiy ma'arif va oliy bilim yurtlarida tarbiyalanayotgan millionlagan avlodlarimizni o'ylab javob berishni kechiktirdim. Men bu o'qirmanning savolini ahamiyati jihatdan muhim deb qarab, bu yerga naql qilmoqchiman. Savolda mundaq deyilgan: Allohning mavjudligini qanday isbotlaymiz? Assalomu alaykum hurmatli ustoz. Tanlar salomatmi? Men sizning Yahudiylar ishlab chiqargan cheklangan yemeklarni iste'mol qilishning hukmi degan fatvoni o'qigandan keyin ko'nglimda sizga cho'nqur qoyillik va qiziqish paydo bo'ldi. Bugun torbatlarni tepishga nasib bo'ldi. Kichkimdan har qanday bir masalaning tegi-taktini surishtiradigan, tushunmagan, kallamdan o'tkazilmagan har qanday bir narsani qabul qila olmaydigan, ham shu masalani esimdan chiqara olmaydigan, uning javobini topqim kelib turadigan mijozim bor. Kichik vaqtimda ota-onam menga bizni Alloh yaratgan, Alloh bizni ko'rib turadi, o'y xayollarimizni bilib turadi deganda, men Alloh nada, biz nimishqa uni ko'rmaymiz deb so'rasam, "Vo go'yning bolasi, og'zini yum, do'zax tutuq bo'laydimsan" deb tillab ketgan. Tas qolgan taxa urib ketgili. Shuningdan beri Alloh zodi nada, mavjudmi emasmi? Mavjud bo'lsa, biz nimishqa uni ko'ra olmaymiz degan savol faqat kallamdan ketmadi. Meni kafir bo'pti deb butun ahli mahalliga yeyitamdikin deb boshqalardan so'rashga jur'at qila olmadim. Men o'zimni islom diniga haqiqiy ishontirishga bir qancha qatim urindim, lekin mag'lub bo'ldim. Chunki men Allohning mavjud ekanligiga qalbimni qoyil qila olmadim. O'zimni zo'rma-zo'r ishontirishga urindim, lekin ko'nglimning bir yerlari buningga dalil talab qilib turib olib, Allohning mavjud ekanligiga o'zimni haqiqiy ishontirishga amalsiz qoldirdi. Allohning mavjudligini qanday isbotlaymiz? Mavjud bo'lsa u nada? Sizlar Allohning mavjudligini qanday qilib kallalaridan o'tkazgan? Men qanday qilsam bu masalani kallamdan o'tkazib olayman? Sizlarga salomatlik, ishlarga utuq tilab, o'g'lik. Mushu munosabat bilan savol so'ragan bu qarindishimga shu so'zlarni degim kelyotdi. Qarindishim, balkim siz hozirga qadar shu chaqda so'ragan savolim javobsiz qoldi deb o'ylayotgansiz. Savolingiz mavjudlikdagi cho'ng haqiqatlarga munosabatli bo'lgach, sizga javob qaytarishda ashu kunib ketgan turaqliq javoblarni takrorlashni xohlamadim. Balki siz so'ragan bu savol cho'nqur ilmga to'yingan atrofliq javob lozimligini his qildim. Ehtimol siz so'rganlaringizning javobining keyincha bir kitob bo'lib bitib chiqadiganligini tasavvur qilib boqmagan bo'lgaydingiz. İslam aqida ئەنسىكلوپېدىيىسىنىڭ birinchi tomi bo'lib nashr qilingan يېگانە ياراتقۇچى ناملىق bu cho'ng ھەجىملىك kitob savolingizning atrofliq javobidir. Yuqorida aytib o'tganimdek, fitrati saf va sog'lom diniy muhit parishida o'sib cho'ng bo'lgan, turlik ateizm va boshqa izmlarning zahridan qo'g'dilib qolgan az bir qism yoshlarimizni hisobga olmaganda, ko'p sondagi yosh avlodlarimizning sog'lom fitrati turlik iqimlar ta'siriga uchrab, yo e'tiqodni yo'qotdi, yo yaratquchiga bo'lgan e'tiqodi langishib qoldi. Bu ahvolni tuzash uchun olimlarimizning tirishchanligi yetarli bo'lmadi. Tirishchanlik qilganlarmi to'sqinliklarga uchirdi. Axborot, nashriyat, ma'arif va boshqa ilmiy sohalar haqiqiy islom tashviqotidan mahrum qoldirildi. Aksicha, iymonsizlar bu o'rinlarni egallab ketdi. Shundaqdimi, bu millat aqidasini, iymonini butunlay yo'qotib qo'ymadi. Har turli besimlar oldida jondan kasdiki, la ilaha illalloh, yegana Allohdan boshqa hech bir iloh yo'qdan iborat kalima-i shahodatdan voz kechmadi. Arabcha aqida kitoblari nurg'un bo'lsa-mu, uning bir qismi o'z davriga xitob qiladigan va ma'lum davriga xos bo'lib qolgan asarlar. Yana bir qismi musulmonlarga xitob qiladigan asarlar. Yana bir qismi o'z davridagi klassik kalomizmning qurg'oqchiligiga cho'kib ketgan. Yana bir qismi nadiki bir masalalarni aqidaning ana masalasi qilib olgan foydasiz asarlar. Yana bir qismi yuzaki,
yana bir qismi ma'lum mazhab yoki yo'lnishni aqlash uchun yozilgan asarlardir. Hattoki ba'zi vaqtlarda Uyg'urchaga tarjima qilishga davr ehtiyojini qamday oladigan muvofiq biror aqida kitobni topa olmagan bo'lsak, talablarga dars qilib o'qitish uchunmi to'liq va mukammal bir kitob tanlashda tangirqab qolgan chog'larimiz bo'lgan. Mana bu ahvollar bizga bundaq muhim sohalarda nuqul tarjima qilib sunishning ehtiyojini qamdamaydiganligini, bozordagi to'nning yo qisqa yoki uzun, yo tor yoki keng kelib qoldiganligini, bu sababdan badanimizga ko'ra o'zimizning to'n pichib tikishimizning zarurligini tushundirdi. Shundaqla bu biz uchun aqida tadqiqotini ko'nglimizdagidek bitkizish va yangilangan aqida ilmini ana tilda yozib chiqish qarorini olishga turtki bo'ldi. Qo'lingizga bu kitob ana shu maqsadda yuqoridagi ehtiyojlarni qamdash va bu sohadagi ta'xirsiz bo'shliqni to'ldirish uchun planlangan aqida ئېنسىكلوپېدىيىسىنىڭ تۇنجى تومىدۇر. Bu kitob mayli fitrat jihatdan bo'lsin, mayli aql va naql, falsafa va yangi zamon ilm-fan jihatdan bo'lsin, har bir aql egisiga yegana yaratquchining borligini to'g'ri va ilmiy dalillar bilan isbotlashga yetarli deb qarayman. Kitobda ma'lum bo'lganidek, islom aqidasi aniq bir aqida bo'lib, har bir ta'limotlarda dalil isbotga tayangan. Bu din aqidasida qarag'ularcha ishonish tashabbusi mavjud emas. Aksicha, bilib aqida qilish, qarag'ularcha agashmaslik bu dinning tashabbusidir. Bu aqida insonda bor, sab tabiatga yot bo'lmagan, zid kelmaydigan, shirkni rad qiladigan, faqat yegana Allohni e'tirof qiladigan sab tavhid aqidasidir. Tavhid aqidasi bo'lsa, farishtalarga, kitoblarga, payg'ambarlarga, qiyomat kuniga va qazo qadariga ishonish qatorliq jami aqidalarning o'lidir. Shunimi ta'kidlash kerakki, islom aqidasi quruq nazariya yoki turmushimizga munosabatsiz prinsiplarning yig'indisi emas, balki u amaliy tatbiqlanish jihatdan shaxslarning ma'naviyati, ish-harakatiga emas, butun jamiyatga ta'sir ko'rsatadigan, butkul jamiyatning qimmat yo'llanishini har zaman belgilaydigan mustahkam asosdir. Islom aqidasi xotirjamlik bag'ishlovchi aqidadir. Chunki Alloh yaratquchi zotdir. Rizq bilan ajal uning qo'lidadir. Bu aqida inson qalbida mazmut o'rnagancha insonning vijdonini o'yg'oq tutadi. Allohning uni ko'zib turayotganligini his qildirib, shariatning chek-chegarasiga tajovuz qildirmaydi. Kishilik va ijtimoiy hayotga salbiylikning singib kirishini cheklaydi. Islom aqidasi yana kishilarni zulmga bo'ysunishdan bosh tortqizadi. O'zaro zulm qilishga to'siq bo'ladi. Natijada inson hayotiga olib kelgan bu o'zgarishlar butkul jamiyatga ijobiy ta'sirlarni olib keladi. Umuman qilib aytganda, aqida masalasi har bir shaxsning dunyo va oxiratlik saodatini qo'lga keltirish uchun muhim bo'lgandek, millatning qaddini ko'tarish uchun olib beriladigan har qanday planning muvaffaqiyatli bo'lish uchun bajo keltirilishi kerak bo'lgan oldingi shartdir. Shunga men bu asarni 1000 yillik tarix ega aqida yo'limizning xaritasini to'g'ri chizib berishda, kultur va madaniyatimizning e'tiqodiy manbasini cho'nqurlab tushunishimizga, mavjudlik o'limizning qayerlarga tutishadiganligini bilishimizga, shundaqla kelgusimizga umid, ishonch bilan beqishimiz va olg'a qarab ilgarilishimizga zo'r darajada foydali deb qarayman. Men yana bu kitob va uningdan keyingi tomlarning mayli g'arb yoki sharqda bo'lsin, ateizm ta'siriga uchraganlarning yaratquchi Allohga bo'lgan aqidasini ruslab olishi, to'g'ri aqidaga qaytib kelishi va hayotida cho'ng burilish hosil qilishida intayin muhim ahamiyatga ega deb qarayman. Bu sababdan Alloh xolisa bu kitobni O'rta Osiyo qarindosh millatlarining tili va yozig'iga o'rib nashr qilishini, hatto Xitoy tiliga tarjima qilib nashr qilishini Sajiya Islam tadqiqot markazining planiga kirgizish kerak degan fikrdaman. Alloh muvaffaq qilsin. Kirish so'z qismida muallif o'z qalbi bilan mundaq yozadi. Aqida bilmagan shaytonga aldur, agar 1000 yil amal deb qilsa yaldur. Alloh yar hikmatlaridan. Islom dini 14 asrdan ortiq uzoq tarixiy davomida ilmiy, madaniy, siyosiy va axloqiy jihatlarda ummat hayotida intayin gavdalik va g'olliq rol o'ynab keldi. Darhaqiqat, bilmay aqida qilish bilan bilib aqida qilish orasida osmon-zamin farq bor. Bilmay qilingan aqida kuni kelib insonni shaytonga al qilsa, dushmanga mahkum, zolimga qo'l, kuchlik oldida jasoratsiz, dushman oldida xor va mazlum o'rniga tushirib qo'ydi. Vijdoniy tuyg'ularni o'ltirib, kishilikni yo'qotishga, kimligini unutishga olib bordi. Munqarizlikni tezlashtirdi. Bilib qilingan aqida hammadan avval insonga o'zining kimligini tunutadi, g'aflatdan saqlaydi. Shayton changiridan qutuldirdi. Zolimning zulmidan va uningga mahkum bo'lishdan xalos qilib, insonga Allohdan o'zgaga bo'y egmaslikdan iborat hurlik va azizlikni baxsh etdi. Mahmud Qashg'ari bundan 1000 yil avval tunji Uyg'ur dunyo xaritasini sizib chiqish bilan bu millatning ufuqining olamshumulligini ko'rsatib bergan bo'lsa, Yusuf Xasajib millatning mavjudlik o'lining barqarorligini, mangulik saodat va hurlik qimmat qarashining dunyoviy namunaga ega ekanligini namoyon qilish va buni abadiylashtirish arzusida millatning ideal davlat hamda ijtimoiy va siyosiy axloq mexanizmini xarid qilgan Qutatxo'bilik asarni taqdim etgan edi.
Mana mushundaq avlat qimmat yo'qolmaydigan bebaho miroslarga ega bo'lishimizga qaramay, 1000 yildan keyingi bugunga yetib kelibmi, ta hozirga qadar millatning kulturi va madaniyat qurilmasining tashkiliy qismi bo'lgan diniy e'tiqod sistemasini ana tilda Qur'on va sunnat ro'yiga uyg'un, shundaqla yuksak va aqliy va falsafaviy bayonlarga to'yingan, muhimi millatning qo'ynida o'sgan har bir Uyg'urning bu jihatdagi ehtiyojini bemalol qamday oladigan, millatning diniy va tafakkur va falsafaviy dunyo qarashini, mavjudiyat falsafasini yuritib beradigan biror mufassal asarning borliqqa kelib bo'lmaganligini kishini haqiqatan o'yga solmay tura olmaydi. Yegane yaratquchi namlıq bu asar ana shu qatma-qat ehtiyoj va zaruriyatlar turkisida ro'yapqa chiqqan. Millatning bilim xazinasida kam bo'layotgan, shundaqla davrning jiddiy talabiga uyg'unlashish va diniy ilm tariximizda to'ldirilmasi bo'lmaydigan muhim bo'shliqlarni to'ldirish ko'zlangan tadqiqot xarakterlik asardir. İlmiy mas'uliyat nuqtasidan qaragan chaqdimi, islom aqidasini bugungi davr insonlarga mushu davr va mushu asrning tilida bayon qilish, bugungi dunyo insonlarining aqliyati, ilmiy va madaniy saposi ko'zda tutilgan asosda izohlab chiqish jiddiy zaruriyatlar hamda qilinmas bo'lmaydigan ta'xirsiz xizmatlarning biridir. Boluپمۇ bundaq bir qurilish xarakteridagi ilmiy xizmatlarni ro'yapga chiqarish Uyg'urdagi islom madaniyatining gullanishi va taraqqiyotiga cho'nqur tarixiy izlarni qoldirgan, o'chmas tuhfalarni qo'shgan bir millatning milliy mavjudligini kafolatga ega qilishda, kelajak taqdirini belgilash va qurib chiqishda ishga oshirilmasi bo'lmaydigan muhim xizmatlarning biridir. Shundaqla 1000 yildan beri ishinib kelgan bir dinning e'tiqod sistemasini yangi davr ilmiy tadqiqot yo'linish asosida tunib chiqish 21-asrda yashayotgan har bir imonliq Uyg'ur uchun aqidasi oldidagi va bu aqidaning egisi bo'lgan ulug' Allohning oldidagi musulmonlik majburiyatidir. O'sha bu asar ana shundoq tarixiy bir davrning ta'xirsiz va jiddiy taqozolarining mahsuli bo'lib, kitobda islom aqidasining tunji asosiy va mangulik shuari bo'lgan yegana Allohdan boshqa hech bir iloh yo'q degan ilohiy chaqiriqning aqli, naqli va bugungi davr tilida keng umumlashayotgan ilmiy asosi bir qadar mufassal shaklda izohlab chiqarilgan. Asarning alohidaligi va nishoni. Asarning alohidaligi va nishonini mundaq bir qator nuqtalarga markazlashtirishga bo'ladi. Birinchi, İslam aqidasini xalqimizga sap va sog'lom holatida sunish. Shalloq tarixga ega bu aqidalik millatga o'zining muqaddas aqidasini o'z ona tili bilan bevosita tunishib chiqish va cho'nqurlab tushunish imkoniyati yaratish. Ikkinchi, islom dinining tub asosiy ta'limoti va ana bilimlari sanalgan islom aqidasini hozirgi davr aqliyatining taqozosi va ilmiylik tarafiga uyg'un ravishda biror mazhab yoki iqimga biqinib qolmagan asosda o'rinsiz ixtilof va yavi qarashlardan xoli shaklda izohlab chiqish. Saf va suzuk holatida namoyon qilish. 3. Sog'lom va suzuk aqidaning inson hayotida kam bo'lsa bo'lmaydigan zaruriyatlardan ekanligini ko'rsatib berish. 4. Aql va naql haqiqatlarining birdakligini yoritish. Din ilib kelgan haqiqatlarga o'xshashla, bugungi zamon ilm-fan haqiqatlarining ajoyib mahoratining, yuksak farosat va puxta tadbirning mahsuli bo'lgan koinotdan iborat bu buyuk mavjudlikning yegana yaratquchisi, idora qilguvchisi borligini muayyanlashtirganligini yoritib berish. 5. Diniy tafakkurni yangilash. Bu o'z navbatida dinni, diniy metodini va diniy xitobini yangilashni o'z ichiga oladi. Chunki dinni yangilash uni aslidagi saf holatiga qaytarib kelish, to'xtovsiz o'zgarayotgan hamda yangilanayotgan dunyoning tabiatini tushunish, har davr va asrda shu davr kishilarining aqliyati, ong saviyasi qabul qiladigan metod qurib chiqish va bu asosda xitob qilish bu ummatning olim ulamolari, ziyolilari ustidagi mas'uliyatlarning biri. 6. Aqida ilmini yangilash. Chunki aqida ilmi dinning ul bilimidir. Bu ilmning vazifasi diniy aqidalarni izohlash, safliqni qo'g'dash va aqidaga doir shubhalarga radiya berishdir. 7. Ilmiy tafakkurni yangilash. Dinning rolini hamda aql va fanning rolini muayyanlashtirish. Har biriga tegishli pozitsiya tutish. Chunki bizning mavqeimizda diniy aqida bilan aql va uning mahsuli bo'lgan ilm-fan haqiqatlari orasida to'qinishning bo'lishi mumkin emas. 8. Aqidadagi xurofotliklarga, ideyadagi tushkunlik va umidsizliklarga xotima berish. 9. Diniy da'vat yo'linishini navbatdagi tarjimachilik bosqichidan mustaqil tadqiq qilish, kitob tuzish, radlash va tahqiqlash bosqichiga ko'tarish. Diniy ma'rif va da'vat tashviqot xizmatini yanada yuqori saviyaga olib chiqib, ilmiy va amaliy jihatdan ilg'or metodga ega qilish va yuzlantirish. 10. Islomiyatning diniy va ilmiy meroslarini, qimmat qarashlarini bu asarda qaytadan jo'ralatish. Ilmiy va madaniy jihatdagi ul asoslarimizning mohiyati va xarakterini ochib berish. Ideyaviy islohot harakatini qanot yaydirish. Asar kimlarga xitob qiladi? Bu asar tuvandagi 6 xil qatlamga tava har bir aql egasiga alohida xitob qiladi. Ular: 1.
tug'ma iymon bosqichidan bilim ma'rifatga to'yingan yuksak iymon martabasiga ko'tarilish istigida bo'layotgan har bir dindor. Ikkinchi, mavjudlik haqiqatlarga bir taraflama qarab qolgan yoki yaratquchining qudrati va ulug'ligini ilm asosida emas, qarg'ularcha va go'ngaloq bilan tasavvur qilib olgan har bir dindor. Uchinchi, ma'lum omillar ta'sirida dinga bo'lgan tushunchasi oddiy, aqida ilmiga bo'lgan tunishi yuzaki va xudo haqidagi tushunchasi tuvan holatdagi har bir dindor. To'rtinchi, aql va ilm fan haqiqatlariga bo'lgan tunishi yuzaki, din bilan aql munosabatining zidligiga ishonib qolgan, ilm fanning koinot kitobini o'qish orqali din olib kelgan haqiqatlarni cho'nqurlab tushunish imkoniyati hozirlay oladiganligiga, uning insoniyat bilim ma'rifat xazinasini yanada keng tafsilotlar bilan ta'minlay oladiganligiga gumon bilan qaraydigan har bir dindor. Beshinchi, diniy aqidaning faqatla miros xarakterida yetib kelgan va tadrijiy shakllanib qolgan qimmat qarashdan boshqa narsa emasligiga, iymon aqidaning biror aqliy yoki falsafaviy yoki ilmiy jihatlardan mazmut dalil va puxta asoslarga ega emasligiga ishonib qolgan va bu sababli dinga faxrlanish nazarida emas, xuduksirish nazarida qarab qolayotgan dindorlar. Oltinchi, materialistik ma'rif tuzumi yoki materializmchi tashviqotlar va shu asosda tiklangan dunyo qarash ta'sirida ateizm safsatlarini pokit deb o'ylab qolgan, iymon haqiqatlarini pokitga tayanmagan yoki pokiti yo'q deb tushunib qolgan yoki shundoq da'voda bo'layotgan har bir ateist yoki gumonist. Bu asar Sajiya İslam tədqiqat mərkəzi tərəfindən tədqiqat planına kirgizilishi, shundaqla birodarim doktor Abdulaziz rahmetullahning ilmiy jihatdan bevosita yetakchilik qilishi, tahrirlik xizmatini bir qo'lliq olib berishi hamda kerakli imkoniyat va ilmiy tadqiqot muhiti hozirlashga kuch chiqarish natijasida 4 yildan ortiq vaqt sarf qilinib bitib chiqdi. Hurmatli qarindoshlar, oxirida doktor Abdulaziz rahmetullahning bu kitobda aytgan muni duolar bilan oxirlashtirmoqchiman. Allohdan bu kitobning vujudga chiqishi uchun planlash, material to'plash, tayyorlik qilish, ko'zdan kechirish va tuzitish jarayonida ko'rsatilgan har turli fidokorlik va tirishchiliklarni, jumladan avtor ikkimizning zimmasiga taqsimlangan mas'uliyat va majburiyatlarni o'rinlash yo'lida bosib o'tgan har bir qadamini, kirpik qoqmay o'tkazgan ibodatlik kechalarni Alloh uchun qilingan xolis amallar qatoridan qilib berishini va gunohlarimizni mag'firat, savallikimizni afv qilishini so'rayman. Shundaqla kitobni butkul ummatga, jumladan millatimizga manfaatli qilib berishini, avtorning singdirgan ajriga, yuksak himmatiga, tortgan jafosiga Alloh egamning katta ajr ato qilishini, bu asarni o'zi va oilasi uchun sadaqa jariya qilib berishini so'rayman. Shuningdek, bu asarni tahrirlash, imlosini tuzitish ishlarida himmat qilgan har turli moddiy va ma'naviy yordamlar orqali qo'llagan qarindoshlarimizga Alloh taoladan ajr mukofot tilayman. Amin. Hurmat bilan doktor Abdulaziz rahmatulloh. Sajiya İslam tədqiqat mərkəzi. Hörmətli qarindoshlar, qanunimizga a'zo bo'lib, texnik ko'p kishilarning foydalanishi uchun ham bahrlashni unutmag'aysizlar va tunishtirishni xohlagan kitoblarni astiga inkas shaklida qoldirib qo'ygaysizlar. Rahmat. Taklif